Agar bugun sizga kelajakdagi eng nufuzli ofis taklif qilinsa, qaror qabul qilishga tayyormisiz? Hurmatli mehmonlar, aytingchi, qaysi sohada faoliyat yuritasiz? Misol uchun, siz. Men IT kompaniya asoschisiman. Biz moliyaviy konsalting xizmatlarini ko'rsatamiz. Biz reklama va marketing bilan shug'ullanamiz. Men meditsina sohasida. Agar ijaraga ofis olsangiz, lokatsiya qayerda bo'lgani yaxshi? Menimcha shahar markazida bo'lgani yaxshi. Albatta, transport qulay bo'lgan joyda. Prestijli hududdan. Necha kvadrat metr yetadi deb o'ylaysizlar? 110 kvadrat metr yetsa kerak. Kamida 200 kvadrat metr. Taxminan 50-60 kvadrat. Endi esa asosiy savol. Siz orzu qilgan ofis o'zi qanday bo'lishi kerak? Agar ruxsat bersanglar, ushbu savolga o'zim javob bersam. Diamond Business markazi. Premium lobby va reception bu mijozlaringiz hayratda qoldirish uchun. 5 yulduzli Wyndham mehmonxonasi bu xorijiy hamkorlaringizni eng yuqori darajada kutib olish uchun. Smart Building tizimi, xavfsizlik, obro' va imijingiz kafolat. Yuqori tezlikdagi liftlar, zamonaviy qulayliklar va keng ofislar bu jamoangiz samaradorligi uchun. Qulayliklar haqida gaplashdik, lekin investor uchun eng katta savol doim bir xil. Bu qancha foyda olib keladi? Diamond Business markazida narxlar 1 kvadrat metr uchun 2800 AQSh dollardan boshlanadi. Toshkent bozorida yillik o'sish 12%. 5 yilda kapital 2 baravar, 10 yilda esa 4 baravar ko'payadi. Ijara stavkalari 35-40 AQSh dollargacha. Hozirda faqat 11, 14 va 15-qavatlar qoldi. Lekin bu imkoniyat cheklangan. Bugungi qaror ertangi yutuqlaringiz garovi. Diamond bilan sizning kelajagingiz yuqoridan boshlanadi.